Saroy-mulk xonim tarixda Bibix xonim nomi bilan mashhur sohibqiron Amir Temurning nasl nasabli xotinlaridan biri. U Chig'atoy ulusi xoni Qozoq Sulton xonning qizi bo'lgani sababli xonim unvonini olgan. Saroy-mulk xonim zamonasining bilimdon, farosatli va tadbirkor ayollaridan edi. U nafaqat saroy hayotida, balki davlat boshqaruvida ham faol ishtirok etgan. Temurning ko'plab yurishlarida hamrohlik qilib, muhim siyosiy masalalarda unga maslahat bergan. Saroy-mulk xonim ilm-ma'rifatni qadrlagan, madaniyat rivojiga katta hissa qo'shgan. U o'z mablag'lari hisobidan Samarqandda madrasa qurdirgan. Saroy-mulk xonim farzand ko'rmagan bo'lsa-da, Temurning nabiralari Muhammad Sulton, Halil Sulton va Ulug'bekni tarbiya qilgan. Ularning kelajakda buyuk shaxslar bo'lib yetishishida bu xonimning hissasi katta. 1404-yilda ispaniyalik elchi Rui Gonzales de Clavijo Samarqandga safar chog'ida Saroy-mulk xonim bergan ziyofatda ishtirok etadi va o'z esdaliklarida xonimni Kano, ya'ni katta xonim deb atab, uning saroydagi hurmatini va nufuzini alohida ta'kidlaydi. Saroy-mulk xonim Temuriylar davlatida siyosiy barqarorlik, sulola manfaatlarini mustahkamlash va madaniyat rivojida muhim o'rin tutgan tarixiy shaxsdir.